Keyingi savolimizda demak, molekulasida 23 ta bog' bo'lgan alkadenning molekulyar massasini aniqlang deyapti. Xo'p, umumiy bog'lar formulani yozib olaman. SN-H2N-2 umumiy formulaga javob berardi. Alkadenlarda umumiy bog'lar sonini topish uchun kechirasizlar 3n-1 degan umumiy formuladan foydalanar edik. Xuddi shu formuladan foydalanib demak 3n-1 barobar jami 23 ta ekan. 23 ta bog' bor ekan. 3n pastga tushadi barobar demak mana -1 ni o'ng tarafga o'tsam plus bo'lib o'tadi. Demak 3n barobar 24 degan raqam vujudga keladi. Endi topishim uchun 24 ni 3 ga bo'laman. Demak, hop 8 degan javob kelib chiqadi. Demak, tarkibida 8 ta uglerod bor ekan. Endi mana bu umumiy formulaga qo'yib qo'yaman. Molekulyar massasi kerak bizga. Uglerod 8 ta ekan. 2 baravari 16 bo'ladi. Undan 2 ni ayirishim kerak, 14 bo'ladi. Endi umumiy massani hisoblab qo'ysam bo'ldi. Demak, 12 ko'paytirilgan 8. Demak, xo'p, 10 tasi 80. 12 ko'paytirilgan 8 96 bo'lar ekan. Demak, hop 96 gram vodorod, uglerod kechirasizlar. Endi hop 14 ni ko'paytirib qo'yishim kerak 1 ga barobar 14. Ikkalasini qo'shib qo'ysam demak hop 0 1 dilda 9 ga 1 qo'ysam 10 11 bo'ladi. Demak 110 gram. To'g'ri javob esa. Demak, keyingi savolimizda arilla mavzusi bo'yicha ketyapmiz. 2,4-dixlorfenoksi sirka kislotada sp3 va sp2 gibridlangan uglerod atomlar soni nechta bo'ladi deb gapiryapti. Demak, hop. Mana bu fenoksi sirka kislotani yozadigan bo'lsam, demak, hop. Mana bu benzol tuzilishi. Hop. OH bo'lganda fenol bo'lardi. Fenoldan bitta vodorod topib qo'ysak fenil radikali. Unga endi sirka kislotani birlashtirib qo'ysak fenoksi sirka kislota hosil bo'lar edi. Demak, mana fenoldagi vodorod toni OH-dagi vodorod toniga sirka kislota biriktirib qo'ysam, demak, fenoksi sirka kislota hosil bo'ladi. Demak, mana bunday holatda. Xuddi mana shu kechirasizlar, mana bu yerda kislorod qolib ketdi. Xuddi mana shu fenoksi sirka kislota. Bizda aytayaptiki 2,4-dixlor bo'lsin deyapti. Mana bu benzol yadrosiga 2,4 holatiga xlor biriktirishimiz kerak. Endi mana bu ikkinchi uglerod, mana bu 4-uglerod. Mana shu yerlarga bittadan xlor biriktirishim kerak. Demak, mana bu yerga bitta xlor, mana bu yerga bitta xlor. Endi bizdan so'rayaptiki, sp3 hamda sp2 gibridlangan uglerod atomlarini ajratib olishimiz kerak. Endi mana bu yerda men splarni qora bilan belgilab olaman. Mana bu yerda bitta sp, bu ham bitta sp. Hop, mana bu yerda bitta uglerod. Hop. Jami benzol yadrosida 6 ta uglerod sp2 gibridlangan. Demak, mana bu uglerod ham sp2 gibridlangan. Endi demak 6 ta yu 7 ta. 7 ta sp2. Hop. Endi hop sp3 topishim kerak men endi buni hop mana boshqa harf bilan sp3. Mana bu kislorod sp3 bilan uglerod, uglerodlarda so'rayapti ekan sp3. Demak, uglerod mana bu yerda bitta sp3 bor. Hop. Bitta sp3. 7 ga 1 degan javob. Demak, to'g'ri javob D da turibdi. Demak, mana bu savol berayotganda birinchi sp3, keyin sp2 kelyapti. Shuni hisobiga demak, bitta sp3, bitta 7 ta sp2. Demak, to'g'ri javob D. Xo'p, keyingi savolimiz aytilyapti. Tolvol molekulasida kimyoviy hosil qilishda nechta sp2 gibrid qatnashgan deb gapirilyapti. Demak, tolvol formulasini yozaman. Molekulyar holatda C6H5CH3
tuzilish holatida yozaman. Demak, struktura holatida benzol yadrosi hamda unga birikkan bitta metil radikali. Demak, mana shu to'liq bo'ldi formulasi. Endi bizda mana bu benzol yadrosidagi 6 ta uglerod sp2 kibritlangan. Shu narsani so'rayapti bizda. Demak, bitta sp2 da sp2 bitta sp2 da demak 3 ta orbital bor. Orbital. Endi bizda demak hop jami 6 ta uglerod bor. 6 ta sp2 bor. 6 kira 3 18 ta orbital. Demak, to'g'ri javob mana A javob. Bizdan xuddi shu narsani so'rayapti. Keyingi 8-savolimiz x, y va z ni yig'indisini toping deyapti. Bizda jadval berilyapti. Xo'p, jadvalda ikki tarafida, ikki qatorda bir tarafda alkan, ikkinchisida aren berilyapti, ya'ni aromatik uglevodorod. Endi molekuladagi uglerod atomlar soni teng deyapti. Bog'lar soniga o'tyapman. Qutbli bog'lar soni alkanlarda noma'lum, arenlarda 8 ta. Qutbsiz bog'lar soni o'z navbatida y hamda z bilan belgilanyapti. Demak, arenlarda qutbli bog'lar soni 8 ta deyapti. Men shu narsadan foydalanaman. Demak, hop, qutbli bog' degani demak, qutbli bog' uglerod hamda vodorod o'rtasidagi bog' qutbli hisoblanadi. Sababi ikkalasining elektron manfiyligi har xil bo'lganligi uchun. Endi uglerod vodorod bog'lar sonini 2n-6 degan 2n-6 degan formula orqali topsangiz bo'laveradi arenlarda. Endi mana shu son 8 ga teng deyapti. Mana shu 2n-6 teng 8. Endi 2n barobar mana bu 6 o'ng tarafga o'tganda plus bo'lib o'tadi, qo'shilib ketadi. 14 degan son kelib chiqadi. Endi n teng demak 7 ta. To'yinga aromatik uglevodorodimiz tarkibida 7 ta uglerod bor ekan. Demak, bu asosiy halqada demak asosiy halqada demak 6 ta uglerod bo'lsa, uni yoniga bitta metil ulab qo'ysa, demak 7 ta uglerod bo'ladi. Bu degani to'lig'iga to'g'ri keladi. Demak, hop, mana bundek 6 ta uglerod tuzib oldik. Mana bu yerga bitta uglerod qo'ysam to'liq bo'lgan modda. Demak, aren tarkibida 7 ta uglerod bor ekan. Mana bu A barobar 7. Mana unga ham A barobar 7. Endi bizda aytilyaptiki, x, y, z toping deyapti. Agar hop 7 ta alkan tarkibida 7 ta uglerod bo'lsa, S 7, demak H 2 barobar ko'p 14, unga 2 ta qo'shib qo'yishim kerak, 16 bo'ladi. Endi demak, hop x topaman. Uglerod bilan vodorod o'rtasidagi bog'. Mana bu x o'rnida demak alkanda va vodorod nechta bo'lsa, demak uglerod vodorod, ya'ni qutbli bog' xuddi shuncha bo'ladi. 16 ta vodorod bor, demak qutbli bog' ham 16 ta bo'lishi kerak. Hop, 16 ta deb yozib qo'yaman. Endi y topishim kerak, qutbsiz bog'lar soni. Endi alkanlarda qutbsiz bog'lar soni demak n-1. Qutbsiz bog'lar soni n-1, ya'ni ugleroddan bitta kam bo'ladi. 7 ta uglerod bo'lsa, demak 6 ta qutbsiz bog' bor ekan, y teng 6 ga. Endi z topishim kerak. Aren tarkibida demak, hop, 7 ta uglerod bo'lsa, qutbsiz bog'lar soni arenlardagini hop n+3 degan formulamiz borda arenlarda. Qutbsiz bog'lar sonini topish n+3. Demak, n o'rnida 7 edi, plus 3 ni qo'shib qo'ysam, demak 10 ta. Demak, z o'rnida demak 10 ta ekan. Umumiysini hisoblab qo'yaman. Hop, 10 ga 6 ni qo'shsam 16, 16 ga 16 ni qo'shsam 32. Demak, to'g'ri javob D javob ekan.